Qora ko'zni sog'indim. O'zi kecha ko'rgandim. Yaxshi ham chaqirtirgan ekanman. Bugun yana keldi. Ko'rsating mana. Qora ko'zni. Mana sizga qora ko'z. Siz nima deb o'ylagandingiz? Mana qora ko'z. Ko'zingizning nuri. Buni sog'inmasdan bo'laman buni. Mana. Qora ko'z. Bu videolarimizda boshqa videolarimizda hammasini batafsil tushuntirganman. Ko'z nurini oshirish bo'yicha hozir trendda bu, trendda. Trendga hamma narsa ham chiqavermaydi. Foydasi bor, rezultati bor narsalar trendga chiqadi. Bu qora ko'z hozir trendda. Shuning uchun sizga ham tavsiya qilaman. Ko'zingiz zreniya pasayib yurgan bo'lsa, ko'z xiralashib yurgan bo'lsa, shamollagan bo'lsa yoki kataraktani boshlanishi bo'ladigan bo'lsa, albatta shu qora ko'zdan bitta oling. Puldan qiynalmang. Pul bo'laveradi. Sog'liq birinchi o'rinda. Pastda nomerlarimiz bor. Agar sizga buni narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, ham instruksiya, to'liq instruksiya kerak bo'ladigan bo'lsa, qora ko'z deb yozib qo'ying.